Assalomu alaykum qadrbaland qadrdonlarim, navbatdagi pritsepni sotildi. Bugungi chislamiz 2026-yil 16-iyul sanasida Nishon tumanidan ko'rib oldilar. Bizlar Instagram Amon Trail Instagram sahifamiz bor. Ana shunga ham obuna bo'lib kelsangizlar, uni alohida bonuslari bo'ladi. Do'stim, pritsep ma'qul bo'ldimi? Ha, ma'qul bo'ldi, yaxshi, ko'ngildagidek bo'ldi. Qayerdan siz? Nishon tumani. Nishon tumanidan. Qayerdan ko'rib keldingiz? Nimadan ko'rib keldingiz? Instagramdan ko'rib keldim. Kecha kelib zakaz berdim. Bugun tayyor bo'ldi. Xudoga shukr, yaxshi. Mana hujjatlari do'stim. Gayiga borib, nomer tex pasport olasiz. 10 kun ichida bemalol mana shu dokument bilan yursangiz bo'laveradi. Xohlasangiz bugun olsangiz ham bo'laveradi. Bo'ldi, tushundim. Mayli, yaxshi kunlarga buyursin. Hurmatli yurtdoshlar, kimga bir mostlik, ikki mostlik pritseplar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilishlaringiz mumkin, bog'lanishlaringiz mumkin. Mana parkoplarni o'rnatib berdik. 1 tonna 600 lik zamoklar, zanjirlar chiroyli qilib taxlab berganmiz. Hujjatlari bilan. Mana bu yerda ham navbatdagi pritseplarimiz, mana xudo xolasa bu ham zakazga tayyorlangan 2 mostlik pritsepimiz. Bu Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanidan zakaz berganlar, hozir olib ketishga kelyapti. Ichkarida ham mana tayyorlash jarayonlari ketyapti. Zakaz pritseplarimiz bor. Mana sotuvga qilayotgan pritseplarimiz. Mana ichkarida 1 mostlik, 2 mostlik tayyor pritseplarimiz kraskaga tayyor bo'lib qo'ygan. Pritsep ishlab chiqarish manzilimiz Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida, Osiyo bozori yonida. Kimga 1 mostlik, 2 mostlik pritseplar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Yer qo'rg'ondan kelishda mashina bozoriga 300-400 metr yetmasi mana 8 etajli domning ro'parasida mana avtoskrop servisga kelasizlar. Shunda 1 mostlik, 2 mostlik tayyor pritseplarimiz shunda sotuvda tayyor bor. Like bosamiz boy bo'lamiz deb qolamiz, hurmatli yurtdoshlar. Like bosing, boy bo'ling. E'tiborlaringiz uchun rahmat.